Shunday qo'limizni ko'tarib qisamiz. Opa, sizga bitta savolim bor. Psixologsiz. Xo'p, hozirgi kunda ajrimlar soni ko'payib ketyapti. Bunda ko'proq ayollar aybdormi yoki erkaklarmi? Erkaklar manday qila olmaganidan. Qanday qila olmaganini? Erkaklar bor-ku, erkak zoti manday qila olmaganidan ajrimlar ko'payapti. Qisib yur deya olmaganidan ajrim ko'payapti. Seriously. Qisib yur, men o'zim seni boqaman. Qisib yur, bolangni tug' tarbiyasini qil, men o'zim seni hamma ehtiyojlaringni qondiraman. Tamom desa, biz mana shunday qo'limizni ko'tarib qisamiz. Tamom, reально. Ya'ni hozir ayollar farzandiga tarbiya bera olmay, farzandlarini boqish bilan, ularni ta'minlash bilan, eri boshqa davlatlarda bo'lsa, o'zini va farzandlarini himoya qilish bilan band bo'lyapti. Agar erlar mana shunaqa pozitsiyasini qattiq ushlasa, biz zormiz shunaqa pozitsiyaga. Biz taslim bo'lamiz. Ayollar nima deysizlar? Shunaqa deymiz, qil. Ya bir xil ayollar juda qattiq qo'lda. Demaydi. Shunaqa qattiq qo'l erkak yoqmaydi deydi-ku. Zo'rman. Men shaxsan Hop, siz shunaqa zo'r. Boshqa ayollarning fikri nima ekan? Misol uchun ularga qattiq qo'l erkaklar yoqmaydi. Ular o'sha kuchli, qurs, qo'pol, o'jar ayollar ham majburligidan shunaqa bo'lishgan. Ular dunyoga bunaqa kuchli bo'lib kelmagan. Ularni shunaqa kuchli qilganlar oilasida ota bo'la turib otalik qila olmagan erkaklar, oilasida aka ukasi bo'la turib aka uka pozitsiyasini, rolini bajara olmaganlar ko'paygani uchun ular o'zini majburan shunaqa rolga kirib olishgan. Tak что o'rganing, mana shunday qilishni o'rganing, ona. Ya, как man? Voy ketdim.